Vaqtingizni Allah uchun bermasangiz, Allohmi uning barakatini bermaydi. Xuddi zakatni farz qilishda Alloh taolo sizning mol, pul melingizning hammasini talab qilmagandek, ibodatlardami sizning vaqtingizning hammasini talab qilmaydi. Agar siz vaqtingizni, qimmatlik vaqtingizni Allah uchun bermasangiz, o sizning qimmatlik vaqtlaringiz qimmatsiz ishlar bilan zoya bo'lib ketadi. Boş ishlar uchun o'chirasa qilganga o'xshash, doktorga yugurganga o'xshash va oddiy bir ishlarni qilish uchun nurg'un vaqtingizni sarf qilganga o'xshash. Chunki pul molning zakati bo'lgandek, ilmning zakati bor va vaqtning zakati bor. Zakati berilmagan pul molning barakati bo'lmagandek, Allah uchun sarf qilinmagan vaqtning barakati bo'lmaydi. Siz agar vaqtga hurmat qilsangiz, vaqtmi sizga hurmat qildi. Agar vaqtga hurmatsizlik qilsangiz, vaqt sizdan shunda bir intiqom oldiki, o sizning dushmaningizga aylandi. Vaqt Alloh taolo ato qilgan bir sarmoya. Aqlli kishilar mushu sarmoya orqali o'zining dunyo va oxiratligini qozonadi. Vaqt savdo sohasida pul deb qaraladi. Ama vaqt İslam nazarida bir mu'minning hayotida, ya'ni Allohga bog'langan, Allohning ko'rsatmalari bo'yicha yashagan bir mu'minning hayotida o ibodat. Chunki mu'min odamning mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, ishlaganlari bo'lsin, hammasi 24 soatlik vaqtning hammasi ibodat ichida o'tgan bo'ldi.